İkki xotini bilan bir karvatda yetish. Savol. Assalomu alaykum. Ikki xotinlik kishi ikkilisi bilan bir karvatda yatsa bo'lamdi? Agar bo'lsa yoki bo'lmasa, birinchi xotin bilan birga bo'lgandan keyin ikkinchisi yeniga yuyunib kelishimiz kerakmi yoki yuyunmayla navbat bilan kelsak bo'laveramdi? Savolim sal qo'polroq bo'ldi. Afu qilg'aysiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ikki yoki uningdan ko'p xotinlar bilan birga bir karavotda yetib uxlash, birining yonida yana biri bilan jima qilish harom. Chunki bu xotinlarning hammasi u erga halol bo'lgani bilan, xotin kishi avratini boshqa xotin oldida ochsa, kundishiga jimaning shafisini anglasa bo'lmaydi. Uning ustiga bunday qilish kundashlik va ko'ngil og'riqi keltirib chiqaradi. Bu ishga xotinlar rozi bo'lgan taqdirdami, ularning roziligi inovatsiz. Olimlarimiz bunday qilishni harom deb qaragan. Masalan, Hanafi mazhab olimlaridan Imom Ibn Nujaym bi'ab bo'lg'achqa 2 yoki undan ko'p kundashlarni roziliqsiz bir uyda turg'izishga bo'lmaydi. Kundashlar o'z roziligi bilan bir uyga jam bo'lib turgan bo'lsa, biri bir joyda yana biri bilan jima qilsa makruh bo'ladi. Shundaq bo'lg'achqa, jima qilishni talab qilgan bo'lsa, xotinining ma'qul deyishi kerak bo'lmaydi. Unumaslik bilan asiylik qilgan bo'lmaydi degan. Hanafi mazhab kitoblarida makruh degan atalg'u odatda haromni yoki haromga yaqin ishni ko'rsatadi. Maliki mazhab olimlaridan Shayx Ahmad Dirdir deydi. Ikki xotinlar rozi bo'lgan taqdirdami, ikkisi bilan munchaga birga kirsa bo'lmaydi. Chunki bu avratni ko'rib qoladigan ahvol. Dedeklarimi xotinlarga o'xshash. Ammo bir xotini bilan birga munchaga kirsa bo'laverdi. Yana jima qilmasimi, ikkisining kundashligi og'ir bo'ladigan bo'lg'achqa, ikki xotini bilan bir ko'rpada yatsa bo'lmaydi. Ikki dedek bilan bir ko'rpada yetishning cheklanishi ikki xotin bilan yetish cheklangandek cheklanadi. Shafiiy mazhab olimlaridan Imom Shiroziy deydi. Әплішәлмәй jidal majroga ilib boradigan bo'lg'achqa, yana chiroyliqcha birga yashashga zid keladigan bo'lg'achqa, ikki xotinni roziliqsiz bir uyda turg'izmaydi. Biri bir joyda yana biri bilan jima qilmaydi. Chunki bu paslik, chiroyliqcha birga yashashga zid. Xotini bilan birga faqatla chiroyliqcha huzurlandi. Hanbali mazhab olimlaridan Imom Ibn Qudama deydi. Ikki xotini bir-birini ko'rib turadigan holatda jima qilinishga rozi bo'lgan taqdirdami, undaq qilish joiz bo'lmaydi. Chunki buningda paslik, hamoqat va odamgarchilikdan chiqib ketish bo'lg'achqa, ularning roziligi bilan mubah qilinmaydi. Ammo jima qilmasdan ikki xotini bilan birga uxlash bo'lsa, bu yuqorqi ahvoldan sal yengil. Shunga ba'zi olimlar buni ruxsat qilgan. Ko'pchilik ruxsat qilmagan. Chunki uxlagan chaqda avrat ichilish yoki qasdan ichishga urinish, ba'zi gap so'zlarni qilish va suyish qatorliq ahvollar bo'lib qoladi. Insonning sog'lom tabiati boshqa odam bar yerda jima qilishni yoki boshqalar jima qilayotgan yerda turishni ravo ko'rmaydi. Avrat ichilib qolmagan taqdirdami, jimaning shafisini anglash va boshqalarga anglatishmi to'g'ri emas. Kullimaslik inson tabiatida masli borligini ko'rsatadi. Hayo qilmaslik imonning kamligini ko'rsatadi. Chunki hayo qilish imondandir. Bir ayoli bilan birga bo'lgandan keyin yana bir ayoli bilan birga bo'lmoqchi bo'lsa, ikki jima orasida g'usl qilish barliq olimlarning birdek ittifoqi bilan vojib bo'lmaydi. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollarini bir g'usl bilan aylanib chiqatdi. Imom Navaviy deydi. Hadislarning hammasi junub kishi uxlasa, yeb ichsa va jima qilsa joiz bo'lganligini ko'rsatadi. Bu olimlar ara ittifoqqa kelgan masala. Yana bu hadislardan ashu ishlarni qilmoqchi bo'lganda avratini yuyib etib namozga olganda kichik tahorat elib etishi mustahablik chiqadi. Bo'libmi boshqa bir ayoli bilan jima qilmoqchi bo'lsa, avratini yuyib etishning mustahabligi taxmi ta'kidlanadi. Lekin shundaqdimi orliqda g'usl qilib etish taxmi afzal va mustahabdir. Abu Rafi radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni ayollarini aylanib chiqqan. Onun qashidami bir yuyunib, buning qashidami bir yuyungan. Men, ya Rasululloh, birla g'usl qilmayapmandilar desam, bu taxmi pok va afzal dedi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 115-nomerlik fatvo.